Rabbana atina duosi Qur'oni Karimda kelgan eng ma'noli va to'liq duolardan biri bo'lib, insonning dunyo oxiratdagi barcha yaxshiliklarni so'rashini o'z ichiga oladi. Bu duo orqali banda Allohdan nafaqat dunyo ne'matlarini, balki oxirat saodatini ham so'raydi. U qalbni poklaydi, umidni kuchaytiradi va insonni yaxshilikka chorlaydi. Aytadilarki, insonda 3 ta do'sti bo'ladi. Bir do'sti uni joni chiqquncha do'stlikda turadi. Ikkinchi do'sti uni to qabrga borguncha do'stlikda turadi. Uchinchi do'sti qiyomatgacha unga hamroh bo'ladi. To joni chiqquncha bo'ladigan do'sti qaysi desa, uni moli dunyosi. Chunki u olamdan o'tgandan keyin moli dunyo uniki emas, merosxo'rlarniki bo'ladi. To qabrgacha keladigan uni yaqinlari, aqrabolari, farzandlari juda qadr qilgani o'sha qabrgacha boradi. Ammo qiyomatgacha u bilan hamroh bo'ladigani uni qilgan yaxshi amallari, ibodatlari, savoblari. Hammamizga mana shu dunyo berilgan. Bundan voz kecha olmaymiz. Inson borki, uni nafsi bor. Lekin mana shu dunyoni topishlikda ham, o'sha dunyoga qo'yilgan muhabbatda ham sadoqat bilan Allohga ibodat bilan turishlik, halolini izlashlik, mana bu insonlarni qalbiga ozor berib qo'ymaslikni o'ylanish kerak. Shuning uchun ham duoda bizga qanday qilishlikni Alloh o'rgatib, mo'min musulmonlarda aytadiki, astag'izu billah, va minhum man yaqulu robbana atina fid dunya hasana va fil akhirati hasana va qina azaban nar deydi. Ya'ni Alloh taolo aytayaptiki, yana shundaylar borki, ya'ni mo'minlar shundayki, ular duo qilganda robbana atina fid dunya hasana va fil akhirati hasana va qina azaban nar deb duo qiladilar deyapti. Mana shu duoni Alloh bizga o'rgatyapti. Bu duoning ma'nosi, Robbimiz bizga dunyo hasanotlarini bergin va oxirat hasanotlarini bergin va bizni do'zaxni azobidan saqlagin degan duo bo'ladi. Bu duoda juda ham katta hikmat bor. Shunday hikmat borki, insonning qalbida dunyo borligini bilib, birinchiga Alloh dunyoni qo'yapti. Robbana atina fil axira demayapti-da, atina fid dunya hasana deyapti. Dunyo hasanotini birinchi qo'yapti. Chunki dunyodan yuz o'girish imkoniyati yo'q. Inson shunday yaralgan, dunyosi. Shuning uchun ham birinchisiga dunyoni qo'yapti. Va bu dunyodan kechishlik imkoni yo'qligini ham o'rgatyapti. Dunyodan kechib yuboring, tarki dunyo qilib yuboring deyotgani yo'q. Balki dunyoni, molni tartibga solish islomda talabi. Va ushbu duoda Alloh bizga buyuk tarbiyani o'rgatib, Allohdan dunyoda ham, oxiratda ham yaxshilik so'ralyapti. Biz hasana so'zini o'zbekchasiga yaxshilik deb tarjima qilyapmiz. Ulamolar aytadiki, mana shu yaxshilik degan so'z bu qisqagina bo'lib qoladi, lekin hasanani o'zini agar izohi bilan tarjima qilsak, bu dunyodagi barcha yaxshiliklar degan ma'no chiqargan. Siz o'zingiz bilgan, bilmagan qanaqa yaxshilik bo'lsa, sizdan, mendan hozir siz nimani istaysiz desa, aqlimiz yetganicha narsani yaxshilik deb o'ylaymiz. Dunyosi yo'q odam, menga dunyo bo'lsa yaxshilik bo'ladi, baxt bo'ladi, farzandi yo'q farzand deydi. Lekin biz yana nimalar borligini bilmaymiz. Bu duoda esa Alloh taolo bizga o'rgatyaptiki, yo Rabbi, bu dunyoda nimaiki yaxshilik bo'lsa menga bergin. O'zi biladigan yaxshilik. Alloh biladigan yaxshilik. Ana o'shini so'rayapmiz va yana so'ralyaptiki, oxiratda ham nima yaxshilik bo'lsa, mana shuni bergin. Va azobdan, do'zaxning azobidan panoh so'ralyapti. Bu duo eng muborak, tabarruk duolardan, bu Qur'oniy duolardan azizlar. Mana shu duoni ko'proq qilishlikka targ'ib qilinadi. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu degan sahoba bo'lganlar. Bu buyuk sahoba Anas ibn Malik radhiyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga 10 yil xizmatkor bo'lganlar. 10 yil.
ana xodamtu li rasulillahi sallallohu alayhi vasallam 10 sanavat deb o'zi aytadi. Men 10 yil Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning xizmatida bo'lganman deydi. Onalari olib kelib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bergan, xizmatiga bergan, aslida shogird qilib bergan, bunday qilib aytsak. Mana shu yoshligida Rasulimiz alayhissalomning xizmatiga kelib 10 yil u zotni doim yonida bo'lib, tarbiyasini olib, ta'limini olib, nazarini topib, ulug' bir maqomga yetgan ulug' sahobalardan biri bo'lganki, Anas ibn Malik radhiyallohu anhuning oldilariga atrofi aknofdan odamlar duo so'rab kelardilar. Duolarini olaylik derdilar. Mana shunday bir davrada o'tirganlarda bir kishi kelib aytdiki, ya Anas ibn Malik radhiyallohu anhu, mana bu Kufadan, Iroqdan, atrofdan juda ko'p odamlar keldi, sizni duoingizni so'rashyapti dedilar. Shunda Anas ibn Malik radhiyallohu anhu qo'llarini duoga ochib, Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azaban nar deb duo qildilar. Bir ozdan keyin haligi odam yana kelib, bular turishmoqchi, ketishmoqchi, sizdan yana duo so'rayapti deganlarida Anas ibn Malik radhiyallohu anhu ularga qarab, men bularga yana nima so'ray? Ularga men butun dunyoni hasanotini so'radim, oxirat hasanotini so'radim, do'zaxning azobidan panoh so'radim. Yana ularga nima kerak ekan deb hayron bo'lgan ekan. Mana shu gaplardan chiqib ulamolar aytadiki, aslida Robbana duosidan keyin boshqa duo kerak emas. Mana hozir umraga, hajga borayotganlar ko'p duolar so'rayapti bizdan. Hammasiga aytamanki, men so'rasa, Robbana duosini bilasizmi? Shu duoni qiling. Eng yaxshi duo, chunki payg'ambarimiz alayhissalom mana shu Ruknul Yamoniyda farishtalarni ko'rdim, u farishtalar Robbana duosini qilib turar edi deganlar. Shuning uchun Alloh azza va jallani beradigan bizga hasanotlarini hammasini umid qilib turishligimiz kerak. Muhtaram azizlar, bugun zikr haqida suhbatlashamiz. Zikr mo'minning qo'rg'oni. Zikr mo'minni qalbining oromi. Zikr tashvishlardan uzoqlashtiradigan, g'am va g'ussalarni ketkazadigan bir ibodat. Zikr degani eslash degan ma'noni beradi. Biror narsani yodga solishlik. Mana shuni zikr deydi, o'zi eslamoqlik. Bizni istilohda esa, shar'iy istilohda esa banda Alloh taoloni yodga olishi, Allohni eslashligi zikr deyiladi. Aslida banda, mo'min, musulmon doimo Allohni zikrida bardavom bo'lish kerak. Tili bilan, dili bilan zikrda bo'lish kerak. Tili bilan bo'ladigan zikrlar mana shu tasbihlar, tahlillar aytishligimiz. Albatta eng birinchi qalbimiz bilan zikrda bo'lishlik. Ya'ni doimo Allohni yod tutishlik. Nima qilsak ham dilbayor va dasbakor Bahodir Naqshbandiy hazratlarining shiorlari. Qo'limiz mehnatda bo'laveradi, ammo qalbimiz Allohda bo'ladi. Zikrda turishlik, ya'ni Allohni eslamoqlik. Zikr bu eng oson, mezonda og'ir bo'lgan amallardan. O'zi oson, lekin mezonda og'ir, tarozida og'ir keladi. Buning uchun albatta biz Alloh azza va jallani eslab turishligimiz kerak. Eslashlik ibodat bilan bo'ladi. Namoz o'qishligimiz Allohni eslash, Qur'on o'qishlik Allohni eslash, tasbih, tahlil aytishlik Allohni eslash. Sahobalar aytadilarki, biz payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam bilan bir majlisda, bir o'tirishda o'tirganimizni o'zida u zotni 70 martalab istig'for aytganini eshitganmiz deydilar. Rasulullоhdek zot. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalamning tillari hech qachon zikrdan to'xtamagan, magaram ikkita holatda, uxlaganlarida va hojat tahoratda bo'lganlaridagina to'xtagan ekan. Boshqa payt tillari zikrdan to'xtamagan. Zikr aytuvchi zokir banda bilan
zikr qilmaydigan g'ofil bandani orasidagi farqini payg'ambarimiz alayhissalom birlari tirik, birlari o'lik deganlar. Shunaqaga qiyoslab o'xshatadilar. Allohni zikr qilishlikdan hech qachon malollanish kerak emas azizlar. Ba'zan bitta ibora ishlatib qolamizda, o'zimizda ham bu kamchilik bo'ladi. Alloh bizni kechirsin. Namozga shoshilib tezroq namoz o'qib olaylik deymiz. Endi namozga muhabbatimiz, namozni o'qiymizda, ey Xudoga shukr qutuldik-a deymiz. Qutulib oldik, tezda o'qib maza qildik-a. Zokir banda aslida namozni o'qib bo'lib emas, namoz o'qiyotganda mazza qilish kerak. Chunki u Allohning zikrida, Allohning huzurida go'yoki, Allohning qabulida, merojul mu'minin deydi. Mu'minlar merojida. Ana shunda qalb taskin bo'ladi. Alloh Qur'onda aytadiki, "Estaizu billah, fazkuruni azkurkum washkuruli va la takfurun." Bandam meni eslang, meni eslanglar, men sizlarni eslayman. Allohning eslashligi, Allohni yodga olishligi, Allohning rahmatin tushishligi bu qandagan bir baxt. Tasavvur qilingda, hozir sizni podshoh esladi. Sizga agar birortasi kelib shu xabarni aytsak, o'zimizga sig'may ketamiz. Nahotki meni esladi. Endi tasavvur qiling Allohni eslashligini. Alloh sizni eslaydi. Chunki hadis bor. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi. Bu hadisni Imom Termiziy va ikki shayx rivoyat qilganlar. Aytadilarki, qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, yaqulullohu azza va jal, ana inda dhanni abdi bi. Alloh shunday deb aytarkan, men bandam bilan meni haqimda qilgan nima gumon qilsa o'shandoqman. Bandam meni sevadi deb gumon qilsa, menga rahmati nozil bo'ladi, meni gunohlarimni kechiradi degan qanaqa Alloh to'g'risida gumonda bo'lsa, men shu gumonidaman o'sha bandam. Alloh shunaqa deyapti. Va ana ma'ahu hina yadhkuruni. Fa in dhakarani fi nafsihi dhakartuhu fi nafsi. Wa in dhakarani fi mala'in dhakartuhu fi mala'in khayrin minhu. Wa in ikhtaraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an. Wa in ikhtaraba ilayya dhira'an ikhtarabtu ilayhi ba'an. Wa in atani yamshi ataytuhu harwala. Rawahu Shayxon va Termiziy. Yana davom etyaptilarki, agar bandam meni bitta o'zi zikr qilsa, men u bilanman. Agar bandam meni jamoat ichida zikr qilsa, men uni o'sha jamoatdan yaxshiroq jamoat bilan zikr qilaman. Ya'ni farishtalar bilan. Hozir mana shu siz bilan bizni shu yerda o'tirishimiz, kamina xodimingizni bir hadisni sizlarga aytishligimdagi sizlarni kamoli muhabbat ila eshitib, Alloh meni eslayapti deb turishligingiz ayni paytda haqiqatda ham Alloh azza va jalla farishtalarga sizni eslatayotgan bo'ladi. Alloh bundan ortiq bandaga yana nima rohat bersin. Agar bandam menga bir qarich yaqinlashsa, men unga bir arshin yaqinlashaman debdi. Agar bandam menga yurib kelsa, men u tomonga yugurib boraman debdi. Subhanalloh. Albatta bu yerda majoziy ma'noda, masalan, Alloh kelishligi, Allohni bizga yaqinlashligi deganda rahmati, lekin shunchalik darajada bandasiga Alloh mehribon. Endi aytingchi azizlar, Alloh bizni zikrimizga, bizni tasbihimizga muhtojmi? Banda muhtoj. Modomiki biz Allohning rahmatiga muhtoj ekanmiz, modomiki biz Alloh azza va jallaning azobidan qo'rqib, rahmatini umid qilib, jannatiga intilar ekanmiz, Allohni eslamoqlik bu biz uchun kerak.
Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalamni oldilariga bir sahoba kelib aytdilarki, ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, menga ko'p ibodatlar qiyinchilik tug'diryapti. Osonini o'rgating. Payg'ambarimiz alayhissalom, tiling zikrida doim nam bo'lib tursin dedi. Tiling doim zikrda tursin. Mana shu eng zo'ri. Alloh bizni yaxshi ko'rgan ismimiz bilan chaqirib, o'zini zikr qilishlikka buyuryapti. Estaizu billah. Ya ayyuhallazina amanu. Alloh siz bizni chaqiryapti. Bizni mu'min deb chaqirishi qanday ham go'zal. Alloh aytayapti, ey iymon keltirganlar, Udkurulloha zikran kathira. Alloh taoloni zikr qilinglar. Ko'p zikr qilinglar debdi Alloh taolo. Ko'p zikr qilinglar. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Va erta-yu kech unga tasbih aytinglar. Shuning uchun uzun hadis bor. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytgan hadisda sab'atun yudilluhumullohu yawma la dilla illa dillu. Ya'ni 7 toifa kishini u dunyoda arshini soyasida turgizadigan 7 toifa kishini sanab berganlar. Bu mashhur hadis. Qiyomatda soya bo'lmaydi. Hamma soya izlab turgan bir paytda 7 toifa kishini Alloh aytayapti, o'zini soyasida soyalantiradi. Mana shu 7 toifadan bittasi Alloh azza va jallani hech kimga bildirmasdan xoli holatda zikr qilib, odat aynahu, ko'ziga yosh olgan odam. Allohni yolg'iz eslab ko'zingizga yosh olish. Ustozlar, ulamolar aytayaptiki, birgina yig'lashingiz uchun, Allohning rahmati uchun yig'lashingizga birgina sabab Alloh azza va jalla sizni shu paytgacha qilib kelgan gunohlaringizni bandalarga ko'rsatmay turishligi. Alloh bizni gunohlarimizni agar ochib bersa edi, bir davrada na oilamiz bilan, na birodarlarimiz bilan o'tira olmay qolar edik. Alloh bizni shuncha gunohlarimiz bo'lsa ham, Allohga shuncha isyon qilgan bo'lsak ham, bugun bizni shu masjidga olib kelib peshonamizni sajdaga qo'yib qo'yishligi bizni yig'lashga loyiq ne'mat bo'ladi. Zikrda mana shuni eslamoq kerak. Xatolarini, gunohlarini eslab, Allohning rahmatini umid qilib, jannatini orzu qilib, Rasululloh alayhi salatu vasallamni jannatda ko'rishlikka intilib, Allohning diydorini ko'rishlikka mushtoq bo'lib zikr qilib yig'lagan inson mana bu haqiqiy zokir va aytilingan fazilatlarning egasi. Alloh barchalarimizni duolarimizni qabul qiladigan bandalardan qilsin. Amin.